Top 3 telefoningiz uchun eng zo'r Track Kamaz Furo o'yinlar. Sizdan bitta like va buni men esa boshladi. 3-o'rinda Track Simulator USA o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib. Amerikada track qilish o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz Amerikaga borishingiz shart emas, shunchaki O'zbekistondan turib bu o'yinni sketchat qilib, mazza qilib o'ynaysizlar. Xullas, bu o'yinda bitta shtatdan alohida yukni olib, boshqa joyga yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni butun Amerika bo'yicha sayohatlarda amalga oshirasiz. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Mazza qilib o'ynaysizlar va eng muhimi o'yin realistik qilib ishlab chiqarilgan. Ya'ni ob-havo o'zgarib turadi, yomg'ir, qor yog'adi yoki har xil ob-havo tumanlar bo'ladi. Xullas, mazza qilib haydaysizlar va undan tashqari yaxshigina ishlarni bajarib, monetani qilib, har xil Kamaz yoki Furolarni sotib olsanglar ham bo'ladi. Endi o'yin prosessi olov qilib ishlab chiqarilgan va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi. Ikkinchi o'rinda esa Next Gen Track Simulator o'yini. Ushbu o'yin ham GTA ham track o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz alohida bitta simulyator odam bo'lasiz va har xil joylardan yuklarni olib o'z egalariga yetkazib berishingiz kerak bo'ladi va undan tashqari har xil mashinalarni, botqoqqa botib qo'ygan mashinalarni yoki buzilib qo'ygan mashinalarni shatakka olib sekin-sekin joylariga yetkazib berib, missiyalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Bir tomondan GTA desangiz ham bo'ladi, bir tomondan track yoki fura desangiz ham bo'ladi. Xullas, o'yin prosta universalniy qilib ishlab chiqarilgan va ushbu o'yinni bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi va operatikasi eng kamida 4 bo'lsa mazza qilib o'ynaysizlar va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi va bundan tashqari do'stlaringizni o'yinga qo'shib birgalikda mazza qilib, set qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. Ushbu o'yinni yuklab olish juda ham oson. Instagram bioda silka bor. Silkani ustiga bosib, tekinga Telegram kanalimdan yuklab olsangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda esa tracklarda eng dodasi Track Simulator Ultimate o'yini. Ushbu o'yin ajoyib Mercedes-Benz track o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz Mercedes-Benz yoqqan trackini sotib olib, turli xil joylarda yuklarni o'z egalariga yetkazib berishingiz kerak bo'ladi. Endi bu o'yinning eng zo'r tomonlaridan biri nerealniy fura Kamazlar bor. Ya'ni hayotda ko'rmagan fura Kamazlarini mana shu o'yinda ko'rib, sotib olib, mazza qilib sayohatlarda amalga oshirib, miyani tinchlantirib, kayf qilib minib yurasizlar. Xullas, o'yin prosessi olov qilib ishlab chiqarilgan va ushbu o'yin onlayn ravishda o'ynaladi va sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi va bu o'yin realistik qilib ham ishlab chiqarilgan. Ya'ni ob-havo o'zgarib turadi, qor yog'adi, yomg'ir yog'adi, tuman tushadi. Xullas, mazza qilib o'ynaysizlar. Ayniqsa planshetda o'ynasanglar, o'sha atmosferasiga o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Xullas, bu o'yinda ham yuklab olmoqchi bo'lsangiz, hozirroq videoga bitta like bosib, Instagram bioda silka bor, silkani ustiga bosib, Telegram kanalimdan tekinga yuklab olsangiz bo'ladi. Videodagi track o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно keyingi videoda qanaqangi o'yinlar chiqishini xohlaysizlar, hozirroq kommentariyada yozib ketinglar va mana shu videoni barcha do'stlaringga ulashib qo'yish esdan chiqmasin.